Hammaga katta rahmat. Biz bu markazdan chiqdik. Bu yerdan chiqish o'zi bo'lmadi. Juda ko'p o'yinlar bo'lib ketdi. Santa Barbara bo'ldi. Shunaqa tortishuvlar bo'ldi. Xullas, men 15 yil meditsina sohasida ishlagan bo'lsam, bunaqa Santa Barbarani ko'rmagan edim. Lekin albatta buni huquq organlari o'zi hal qiladi. Hozir bizga sog'lig'i muhim va с большим буквом deydi-ku, начинает имя с большим буквом. Yaxshi insonlarni ismi bosh harf bilan, katta harf bilan boshlanadigan insonlarga ming katta rahmat. Yaxshilar borki, dunyo turibdi. Mana hozir boshqa markazga o'tkazyapmiz va sog'lig'i uchun befarq bo'lmagan insonlarga katta rahmat. Hammasi yaxshi bo'ladi. Toshkentda, O'zbekistonda davolab shu yerda qoladigan bo'ldik. Qolgan vопросlarni keyin yana yoritamiz. Ko'ngildan tinchliklar, chiqib ketdik havusdan. Xullas, mana yotqizibamiz. Skoriy ham keldi. Hammasi joyida. Qassoblardan qutuldik. Mana ko'kosh. Az davlatimizdan qo'ymasin. Ishoninglar, 100 ta chasniga borgandan ko'ra, mana prezidentimiz ochib qo'ygan milliy markaz. O insonlar chasnida yurmanglar, davlatda, bolnitsalarda bo'linglar. Milliy markaz prezidentimizning nazorati ostida. Mana hozir hammamizdan yotqizdik. Rahmat sizlarga, katta molinglar, katta rahmat vrachlar. Mana bu sterilizatsiyani qaranglar, postelni qaranglar. Ko'rasizlarmi? Mana qaranglar. Mana bu klinika. Ishonchli qo'llarda hammasi. Xullas, bizning vrachlarimiz O'zbekistonda eng kuchli vrachlar. Albatta bu davlat bolnitsalarida soat necha bo'lgan? O'zi mana yarim tun indamasdan kutib olishdi bizani. Professorlar kelishdi. Katta rahmat sizlarga, sharoitlar juda ham zo'r. Bularni mana sharoitlarni qaranglar, hamma vrachlar shu yerda konsilium qilishyapti. Katta rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar professorlar. Kim O'zbekistondagi vrachlarni yomon degan bo'lsa, o'zligi yomon. Mana eng yaxshi vrachlar mana shu O'zbekistondan chiqishgan. Faqat chasniga borganinglarda adashib qolmanglar. Eng yaxshi davlat markazlari. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Katta rahmat. Lekin men bitta odam aytaman, shunaqa xalqdan yaxshi odam keldi, mana bolalarim bilan birga shu yerda, mana shu yerda turibmiz. Katta rahmat sizlarga. Va qizim shunaqa yaxshi ko'rib qaryaptilar. Xullas, temani yopamiz, ishonchli qo'llarga topshirdik. Sharoitlarni ko'rdinglar. Ertaga professorlarni chaqirishadi, yana konsiliumlar qilishadi. Hozir o'zida shuncha vrachlar